Mana kvartiramiz. Mana eshiklar, qabnalichkalar 45 urilgan, aboy urilgan. Juda nozik aboy. Mana banya. Tak. Banya mana plitkalar, patologi bo'lgan, bekarniz. Mana galagen. Mana bu dush bo'ladi, mana yerdan bu oyna yopiladi tepagacha. Dushxonaga mana suv ketadigan slifi, даже kafelargacha kesib qo'yganmiz tayyorlab. Mana holi mebelchilar kelmagan, mana bu mebel bo'ladi. Nima shu shilanga o'xshash kamera pirillaydi farqli. Tak, bular kraska bo'lgan. Bu devorlar hammasi fon kraska bo'lgan. Mana bak, o'shanaqa aboy, mana bu ham mebel bilan apishka bo'ladi. Umumiy studiya kuxni bo'ladi. Mana bak, kuxni mebel keladi baqa. Kuxni mebel. Tak, konditsionerlari. Plitkamiz ham tugagan. U borsa kelib artsa. Tak, mana bu komnatasi. Balkonda yuklargacha bo'lgan. Komnata. Treko, denrekalar tashalgan hammasi. Tak. Eshiklarni yopilib ochilishi va konkret. O'zimiz qo'yganmiz eshiklarga. Zazorlariga ahamiyat berishlari mumkin. Bir xil. Zazorlar bir xil. Mana bari laminat urilgan, bu ham kraska komnata mana bu. Kraska bo'lgan. Mana bu tayyor. Bitta plintus qolgan, plintusni endi mebeldan keyin uramiz. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Sizlarga Soxtumon TJ kanalining admini videoni chiqaramiz, ko'rasizlar, xudo xolasa o'zlaring yana guvohi bo'lasizlar.